470 ming rubl bor. Mana shuni hozir tarqatamiz. Hech kim ketib qolmay tursin akalar. 470 ming rubl bor. Mana shu yerda tarqatamiz hozir. Faqat men deb yozib qo'yinglar, ikkita admin hozir sizlarni belgilab boradi. Qaranglar, ikki kishi menga yordamlashasizlar hozir. Ikki kishi menga yordamlashib bitta xonaga kirib olamiz, tarqatib olamiz. Shu yerda bitta chiqarib efirda. Hamma men deganlar yozinglar, qaranglar. Sibirdan degan akamizdan boshlaymiz. Ganijon aka, Murodjon aka, Sabrli ayol, Nuriddin aka, Nuriddin aka yozdinglar ha. Hamma men deganlar akalar, hamma men deganlar. Sabrli ayol yozilgansiz. Mohiraxon yozib qo'yinglar. Yana kim? Shoh aka. Nuqtacha. Xullas qolib ketishmasin. Hammasini adminlar yozinglar, sizlar Jamol aka, Murodjon akalar qolib ketmasin. Nargiza men. Bo'ldi mana. Men Amurskidanman. Gap yo'q aka. Hammanglar yozildinglar. Boringlarga shukr deydi. Hammanglar yozildinglar. Faqat Rossiyadagilar uchun beriladi. Kecha akalar YouTube kanalida shunaqa ish bo'ldi. O'zbekistonda turib olib, Rossiya kartasiga pul tashattirishyordi, hech kimga yetmadi. Yetmaganlar bo'lsa mana shu yerda yozsin, menga pul yetmagan deb. Bugun faqat musofirga beramiz, Sberbank borga beraman xolos. Boshqa Rossiyadagilarga bermaymiz. Hozir men bitta xonaga kirib olaman, akalar. Menga yetmadi deydi. Bo'ldi, akalar bitta chiqaraman. Men xonaga kirib olay. Bobur olib turinglar. Sunnat aka olib turinglar 1 minut. Ali pulimni shuni tarqatib olaman. Sunnat aka, sizlar olib turinglar 1 minut. Shuni eshikni yopib qo'yinglar, vaqti shovqin ber. Sunnat aka olib turasizlar, men shuni tarqatib olaman. Akalar 1 minut, shuni telefonimni o'rnatib olaylik. Telefonim shuni o'rnatib olay 1 minut. Qaranglar, faqat Rossiyadagi musofir akalar uchun beriladi. Haligi O'zbekistonda turib olib, qarindoshligini kartasiga, aka-ukasining kartasiga ko'pchilik pul tashattirishib olyapti. Bu yoqda haqiqiy musofir akalarimizga pul yetmay qolyapti. 1 minut hozir men shuni Sberbankimga kirib olaylik, qancha pul borligini ko'raman. 1 minut aka. Qarang, ikkita admin menga yordamlashinglar, ikkita admin. Ikkita admin menga shuni yordamlashinglar. Hozir men ulgurmayman. Bu yerda odam ko'p. 560 ta, 570 ta odam bor. Buncha odamga ulgurib olish bor. Keyin bitta hammasini ismini aytamiz, yozamiz. Yozib oldinglar, ha. Qaranglar akalar, faqat Rossiyadagi musofir akalarga beriladi. Faqat Rossiyadagi musofir akalarga beriladi. Qaranglar akalar, Rossiyadagilar men deb hamma yozildi, ha. Men deb yozilganlar bormi? Kecha akalar YouTube kanalida shunaqa ish bo'ldi. Haligi endi misol uchun O'zbekistonda turib olib, karta aytinglar, Rossiya karta desak, haligi o'zining aka-ukasining, oshna og'aynisini kartalarini aytish vordi, hech kimga pul yetmay qoldi. Shuni akalar bugun yo'lini olib, faqat Rossiyada Sberbanki bor odam kartasida puli bor odamga beramiz. Qanday? Xullas birini 10 ga beramiz. Nima dedinglar? Balkon odam ko'p bu yerda, bo'lmasa yetkiza olmaymiz. Odam ko'p juda ham. Mana men deyotgan qancha odam turibdi bu yerda. Qaysi biriga yetkazishni bilmaymiz akalar. Shuning uchun bugun faqat puli borga beraman. Qanday? Birini 10 ga beramiz. Birini 10. Qaranglar, misol uchun 3000 ga 30 ming, 5000 ga 50 ming, akalar 10 ming eng balandi. 10 mingdan baland tashlash yo'q. 10 mingga 100 ming rubl. Tushundinglar ha? 3000 ga 30 ming, 4000 ga 40 ming, 5000 ga 50 ming, eng balandi 10 ming. 10 mingga 100 ming rubl. 3000 ga 30 ming, 4000 ga 40 ming, 5000 ga 50 ming, 10 mingga 100 ming rubl. 10 mingdan baland tashlash yo'q. Hozir men karta raqamini aytaman. Sberbank Tolibjon chiqadi. Sberbank Tolibjon chiqadi. Mana shu kartaga tashlanadi. Hozir mana shu yerda 550 ta odam turibdi akalar, mana 550 ta odam ishida tashlab beramiz. 8000 ga 80 ming rubl. 8000 ga 80 ming rubl. Xullas eng pasti 3000, 3000 ga 30 ming. Eng balandi 10 ming. 10 mingga 100 ming rubl. Akalar, men karta nomer aytishni boshladim. Qaranglar mana. Hozir nima desa bo'ladi? O'zbekistonda turganlar pul ola olmaydi. Shuning uchun men negativ yozishyapti. Mayli, sizlarga ham omadinglar bersin. Bu ro'z ayom uchun akalar yordam puli faqat musofirga beriladi. Balkon karta nomerini aytishni boshladim, yozishni boshlaylar. Sberbank Tolibjon chiqadi. +7 bilan 960 318 0566 Tolibjon Sberbank. Pul tashigan odam sirasi tepaga chiqinglar, pulinglarni o'tkazib beraman. 960 318 0566. Yana qaytaraman. 960 318 0566 3000 ga 30 ming, 4000 ga 40 ming, 5000 ga 50 ming, 10 ming ga 100 ming. Akalar, 10 mingdan baland tashlash yo'q. Eng baland 10 ming rubl. Nimaiki pulimiz 470 ming rubl bor xolos. 470 ming rubl beramiz.
Plus 7 bilan 960 318 05 66. Yana qaytaraman. Plus 7 pul yo'qlarchi deb. Yo'q, aka faqat pul bolaga beradi. Mohira opa, ekan. Plus 7 bilan 960 318 05 66. Sberbank Tolibjon chiqadi. 3000 tashigan 30 ming, 5000 tashigan 50 ming, 10 ming tashigan 100 ming rubl oladi. Lekin bir kishi bir marta pul oladi xolos. Ikkinchi marta kirib hali pul olgandan keyin yana pulni o'zimizga qaytarib tashlash yo'q. Shuni uchun aytyapman akalar. Xohlasanglar 10 ming, xohlasanglar 8 ming, xohlasanglar 7 ming. Eng pasti 3 ming rubl. 3 mingga 30 ming, 4 mingga 40 ming, 5 mingga 50 ming, 10 mingga 100 ming rubl. Yana qaytaraman, faqat Rossiyadagi musofir akalar oladi xolos. Chiqaring, bir og'iz gapim bor. 2000 gacha deydi. Boshqa yo'q bo'lsa bo'laveradi, Ganajon aka. Boshqa yo'q bo'lsa, iloji yo'q bo'lsa bo'laveradi aka. Musofirda bo'lsangiz bo'ldi. Eng past 3000 rubl. Agar boshqa yo'q bo'lsa iloji yo'q aka. 3000 ga 30 ming, 5000 ga 50 ming, to'xtanglar 6000 rubl keldi. Mana bir kishidan 6000 rubl keldi. Qaranglar. Azamat Abduvaliyev A. Azamat Abduvaliyev A'dan 6000 rubl kelyapti akalar. Chiqsin. Akaga pul to'laylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Qarang, sizdan 6000 rubl keldi aka. Rahmat aka. Yaxshi kulaysiz, qarang. Aka kartangiz, Time aka. kartangiz 16 talik raqamini ayting aka. Kartangiz 16 talik uzun raqamini ayting. 2200 To'xtab turing. 2200 ha. 2069 2069 4380 4380 66 20 66 20. Qarang. 66 Aka 20. Azamat Abduvaliyev aytgan to'g'rimi? Shu aka, Qarang. to'g'ri. 6000 rubl tashlagansiz, 60 ming rubl o'tkazib beraman. 6 60 600 6000 60 ming rubl. Perevesti. Aka faqat shu yerda aytasiz. Bu yerda salkam 500 odam bor. Har xil odam bor. Bu yerda negativchi bor.